Shahrisabzliklar, bizda xafa bo'lish yo'q. Bugun biz sizlar bilan Shahrisabzdagi lavashlarni degustatsiya qilamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ring, juda ham qiziq bo'ladi. Ketdik. Evis lavashi. Narxi 37 ming, 100 gram. Bismillah. Soklari ham joyida, me'yoriga. Xo'p, 10 ballan 9 ball beramiz. 9 ball beramiz, zo'r ekan. Bek burger. Narxi 40 ming so'm, go'shtini grammi 90 gram. Bek burger. Bek burger lavashiga gap bo'lishi mumkin emas ta'miga. 10 balli sistemadan 9 ball beramiz. Ta'miga gap yo'q. zo'r ekan. Malika lavashi. Narxi 35 ming so'm, ichidagi go'shtini grammi 100 gram. Malika. 10 balli sistemadan 9 ball beramiz. Papa lavashi. narxi 35 ming so'm, ichidagi go'shtini grammi 90 gram. Papa lavash. Papa hot dog lavashiga gap bo'lishi mumkin emas, ta'mlari yomon emas. Faqatgina bittagina chipslariga sal e'tibor berib qo'yishsin. Salgina kuygan ekan chipslari. 10 balli sistemadan 8 ball beramiz. Gumbaz Express lavashi, standart lavash. Narxi 35 ming so'm, 90 gram. Gumbaz. Gumbaz Express lavashi gap bo'lishi mumkin emas. Ichidagi masalalari ham mazali ekan. Faqatgina xamirlari salgina qalin ekan. Biza 10 balli sistemadan 8,5 ball beramiz. lavashi zo'r ekan lekin. Quyidagi lavashlardan bizga eng yoqqani Bek burger, Malika pizza lavashi va Evis. Qolganlari yomon emas ekan lekin. Bu chalasi mazaliroq ekan. keyingi videoda qaysi taom yoki shirinlikni degustatsiya qilishimizni istasanglar, kommentga yozib ketinglar. Fikringlar biz uchun juda ham muhim. Bizga like va podpiska bosib qo'ying. Keyingi videolarimiz bundan ham qiziq bo'lishi mumkin.